Assalomu alaykum barliq qarindoshlar, yaxshi turdinglarmi? Ha. Hisobda Ali Molim bilan bugun men uchrashib qilishimni haqiqatan o'ylab baxmagan. Bugun o'sha Ali Molim bilan oldi bilan uchrashib shunchalik darajada xursand bo'ldim, shunday hayajonlanyapman. Chunki men o'sha Ali Molimning mastonlarining pintozlarining biri. Mana ko'rdinglarmi? Bayatdan misha kirgan vaqtida Ali Molim liksey so'zlab o'tibdi deganda tuyuqsizmish kitob somkamda saqlab kelayotgan mush kitobni chiqarib qoldim. Bu kitob qarsanglar amaliyotda yog'amiki deb qolmanglar. Ko'ryapman. Ko'rib, men yoqqan yerlarning hammasini men qatlab, sizib menyapman-da. Mushu so'zlarning ichida menga yoqqan bundaq bir jumlani bek yaxshi ko'rdim. Yoqmadim bormi? Ya, hammasi yoqyapti, ammo bekrak ta'sir qilgani. Qani bu 15-bet. Mana. Mana bir narsa bek yoqdi menga. Taqqa yamishayotgan u kishiga qara. Amaliyotda u taqqa yamashmayotdi, balki taqqa aylanyotdi. Oldiga qarab olgan har bir qadami uning taqning cho'qqisiga emas, balki o'zining cho'qqisiga yaqinlashtiryotdi. Hayotingda texmi ko'p tog'larga uchraysan. Ularga bek uzun qarab ketma. Qarigan seri tog'lar texmi qo'rqinchli ko'rindi. Birla qarab qo'yda, oldinga qarab mang. Taqqa qarab bir qadam olsang, u sen uchun bir qadam paslaydi. Hürmet bildirdi degan gap menga intayin yoqdi. Haqiqatan shu Ali Molimning bu kitobini shu ko'rish jarayonida men Ali Molimga bo'lgan shu hurmatim texmi ochdi. Unda qolsa endi bugun siz Qarmayga kelib shu o'qirmanlar bilan uchrashibsiz. Unda qolsa sizcha bugungi shu o'qirmanlarning sizga bergan ta'siri zodi qandaqroq bo'ldi, Molim? Endi bugun men kitap şeydaları faaliyet nam bilen bir şu Qarmaydagi nurg'un o'qirmanlar bilan kurashdim. Men bundan burunchi olsa Dilfuruzdan iborat şu ota-onalarni tarbiyalash şu markazda men bundan burun liksiya shaklida yana nechirat men Qarmaydagi nurg'un xalqlar bilan kurashib turayotgan. Bularning men uchun natnush kishilar emas. Menmi bular uchun bek natnush emas. Ham bular bilan ba'zi o'rtaq va ba'zi ko'ngilni izro qilish jihatdan men hamda bir qadar ko'n deb qarayman. O'zimmi taxminan oyda bir qatam bu yerga kelib turman. Ham bugun shu o'qirmanlar bilan optur nuqtasida bugun bu yerga kurashib men o'zimni xushal bo'ldim. Hem bularning nurg'un fikrlarini oldim. Haqiqatan bu yerda mush kitobni haqiqiy tushunib, ba'zi so'rgan savollarga asoslanganda kitobni haqiqiy tushunib, o'qigan o'qirmanlarni ko'rib, men haqiqatan xushal bo'ldim. Chunki bir opturga nisbatan kitob yozganda o'qirman mushakbek diqqat qilishdi, mush nuqtani bir o'qib men tushungandik tushunishdi degan umid qildigan boblarimiz bo'ldi. Umid qildigan qurlarimiz bo'ldi. Umid qildigan so'zlarimiz bo'ldi. Osh so'zlarni oshlar qayta takrorlab, ma'musha ta'sir qildi degan vaqtda ondan bir optur bilan o'qirma o'tirisida qalb nimasi o'rtaq nuqta oshadi bir paydo bo'lganda odam bir xil xushal bo'ladi. Bu xushal bo'lganda hamda shu vaqtda biz ondan faxrlanamiz deb qarayman. Bugungi savollarning ichidami, so'zlarning ichidami dal men osh izlab yurgan bir necha o'rtaq nuqtani topdim. Shu bugun kelganligimdan o'zim aytib xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat Molim. Haqiqatan bayatimiz Ali Molim o'zi dedi, o'ziga yoqqan shu qurlarni menga deb bergan vaqtida avtor bilan shu o'qirman o'tirsida ma'lum bir yilqi nuqta paydo bo'ladi, o'rtaq nuqta paydo bo'ladi dedi. Unda qolsa men bayatimiz 15-betdagi shu qurlarni o'qigan vaqtimda ishkaylarning o'rtaq nuqtamiz qaysi Ali Molim? To'g'ri. Siz bayatni o'qigan nuqtani men Italiyada men 77 yoshlik bir odam bilan ko'risha qolgan. Italiyada bir heykel var, bir atning 5 yo'q bir heykel var. Shu yerda ketib qolsam, mush 77 yoshlik bir odamni ko'ra qoldim. Buni ular men ingliz paranglashib, buning tog' yamishli odam kim bu? Bu endi tog'ning eng igizlari Nepalda bo'ldi-ku bu. Bu dunyoda 7 tog' yamish sohasidan shug'ullangan odam bo'ysundirish tegishli 7 tog' bor ekan. Bu odam hammasini bo'ysundirib bo'lgan ekan. Buni ular men paranglashib, ash gaplarni anglab, bu menga shunda degan. Sen keyin taq yamashmoqchi bo'lsang, bekchi qarama degan. Chunki nurg'un taq yamashchilar bek qarab turib oldi dedi. Qaragansa sen bek eg'ir qachon boram, qachon chiqam, yiqilib tushsam qanday olam deb bekjiq o'ylaysan dedi. Uning dal qarab qo'ysan dedi. Endi beshingni bunda selib elib pastga oldin qarab mengaversa, bir qadam taq qarab mansang, u semdan bir qadam pastlab tizlanib mangdi degan. Sen agar tizlangansiz u igizda ketadi degan. Şun sen jiqarmay unan qarab mang. Demek senin hayatında bundaq tağlar jiq buldu degenden men keyin qattım. Nimasi bizning hayotimiz qiyinchilikni hammamiz mushunga o'xshaydi. Biz uning bek qarab olsak, u bek cho'nkunga ketadi. Amaliyot uning
cho'ngligi uning cho'ngligi emas, biz bek kichiklab ketganlik uchun cho'ng ko'rindi. Agar biz cho'ngga ketsak, u narsa shunda kichik narsaga aylanib qoldi. Shu ba'zi odam uchun bek tog'dek qiyinchilik, ba'zi odam uchun bir telefon. Ba'zi odam uchun 7 yil bo'lmaydigan manzil, ba'zi odam uchun bir telefon. Demak, bu yerda qiyinchilik cho'ngning cho'ng kichiklik emas, bizning cho'ng kichikligimiz hammadan muhim bo'ldi. Shunga osh qurg'ini yozgan vaqtimda men shunday bir hissiyat yozgan. Qiyinchilik qaraganda, sen uning bek qarab qanday qilaman, manda olam demay, ko'zing jum bo'lib oldin qarab mangsang, u tuyuqsiz tugab qoldi. Shunga davlatimizdimi ajoyib bir gap bor. 18,000 chaqirimlik safar bir qadamdan boshlanib, bir qadam bilan oxirlashdi deydi. Gerçi bu 18,000 chaqirim bo'lsa-mu, ammo uni boshlagan qadam bir, oxirlashgandimi bir qadam bo'ldi dedi. Shung biz ko'pincha o'zimiz yo'liqqan ba'zi qiyinchiliklarga mushunda qaragan vaqtda u aman tugab qoldi. Mendan nurg'a odamlar qazloq qolganlar savol so'raydi. Qaz shunda jiq qazloq ketgan. Ular mush qazlarimni qancha vaqtida tugata olaman dedi. Men shular mushlarni deb birman. Har qanday qazsa 18 oy tugata olaysan, ammo sen uning bilan qaring bo'lmay bir ko'yvos bir ko'yni, 2 ko'yvos 2 ko'yni, 3 ko'yvos 3 ko'yni, 5 mo'chin bo'ls 5 mo'ch. Qaytiraligida qaytirayva. Sen buni qachon qaytiraman dema. Bir kun kelganda tokkada tugab qoldi. Hammadan muhim nimasi harakat. Shunga biz kitobning alaqa tashviqot filmidimi bir gap bor, bayatdan qo'ydik. Shaxmatda bir qadamni bossang, 400 ming yo'l paydo bo'ldi deb. Chunki shaxmatda bir qadam bossalam mumkinchilik chiqib ketadi. Shu odammi bir ish chiqib jur'at qilgan aman, uning uchun 400 ming yo'l ichilib qoldi degan nuqtani yuritish uchun bayatdan bapni degan. Rahmat juma sana. Sizga ko'p rahmat. Alim olimning shu ingliz tili o'qituvchisi ekanligini hammaylar o'qimiz. Shunday qo'y, ayni vaqtda men shu ingliz tili o'rganib yurgan vaqtlarimda barliq mush kurslarga berib dars anglab bir alim olimniki kelgan vaqtida kirmay qolgan. Shu vaqtda Atlanta dars o'tdingiz ma'lum. Atlanta dars o'tgan vaqtida men kirma desamlar, mendan shu dars anglash bo'ldi deb 50 qo'y pul oldi. Boshqalarda olmaydi ekan to'qi vaqtda. Shunlar ochig'im kelib, nimishqa alim olimning darsiga qatnashma desamlar, mendan pul olib boshqalarda olmaydi deb, yo meni bir bir belgilab qo'yganmi, yo mush adam kasili pul olmaydi deydiganga. Undan boshqa hamda bir alim olim hisobda bizning avtonom rayonimizga bir rivoyatlik tusga ko'tarilgan bir shaxs shundaqo. Shu vaqtlarda biz anglaydik, alim olim odatda mushundaq bilimlik bo'lib ketishidagi sabab kechisi uxlamaydi. Uxlagan vaqtdimi night oz vaqt uxlaydi. Alim olimning deb berishim shu ko'zni yumib, shu bir qorchikdek bir narsaga diqqatini shuni markazlashtirgan vaqtda, ashuni markazlashtirib bir kun 1 soat uxlasa, bir kunlik uyqusiga qonadi degan gapni qilgan deb deb anglaganman. Rostmi shu? Ashta uxlamsiz siz odatda? Hem de her qandaq bir odam boshqalarning uning gapini pek zang selib anglashni yoqtirdi. Har qandayimiz biz gap qilgan hammadamning bo'z gaplarimizga hayron qilishni, yo'l deb ketishni orzu qilishga, gap eg'iz ko'chganda ko'ptirilib boshqalarning diqqatini tortish uchun sirliqlashtirilishga boshlagan gap. Shunga mening amniyat kunlik turmushim unchalar murakkab, unchalar belki sırlık emas, oddiy. Ama kişiler bunu degan vaqtda anglag'uchining diqqatini o'ziga bek jalb qilish uchun ba'zi tafsilotlarni qaytib olgan gap. Shunga men uxlayman, yaxshi uxlayman. Ammo men bir o'rganishganda rost oz uxlaydim. 4-5 soat uxlaydim. Men nimish bunday qilaman desa, opam menga toki oliy maktabga qaytqichi harakatim uzatganda o'zing asra dedi. O'zing asra, o'zing diqqat qil, o'zing asra dedi. Men ma'qul dedim. Ama men oliy maktabda o'qib, 1-yil tugatib qaytdim. 1-yil tugatib yana Urumchi kelgan vaqt opam o'zing asra deganda men yo'q degan. 19 kirganda. Chunki men opam degan, men bu dunyoga o'zim asrash uchun kelgan emas dedim. Chunki odam g'oyish uchun ba'zi quloqlarini, ba'zi chochlarini, ba'zi burunlarini, ba'zi ko'zlarini qurbon qilib o'tish kerak deb qarayman. Yani şu vaqtda ondan u o'zining o'ylagan orzularga yetali deb qarayman. Shu kundan boshlab men oz uxlash boshladim. Chunki men uyqumni qurbon qilishim kerak deb qaradim. Hatto bu tufay salomatligimni qurbon qilsam bo'ladi deb qarayman. Nurg'un vaqtda balkim so'rashimiz mumkin. Salomatni qurbon qilib, mush orzuga yetish arzimdi deb. Menach arziydi deb qarayman. Chunki tarixda nurg'un odamlar buning arziydiganligini isbotlagan. Endi biz yana mushu orzularimiz uchun tirishib, buning arziydiganligini yana isbotlashimiz kerak. Tiango Wangchao deydigan bir kino bor. Aynek programmasida shu denishda qo'ydi buni. Qo'yganda bir tömuvchi bor. U tömuvchining bir ot, bir askar etini taqlat qilib kirdi. Taqlat qilib kirib
tümüçünün ishkining ustida bir xatni ko'rak qilib so'raydi. Ma xat nima xat desa, bu ota-bobomdan qolgan miros xat desa, ma'nosi nima desa, dunyoni gullantirish uchun tirishmagan er emas degan gap deb javob berdi. Bu degan bir tümüçünün gapidan chiqyapti. Bir tümüçi ayaga dunyoni gullantirish uchun to'p qo'shmagan er emas degan xatni. Endi tümüçi dunyoni qanday gullantirdi? O gul tikamdi yo'q. O ash qilayotgan tümüni vujudini berib, resmi ashnanga vujudini berib tümüçlük qilsa, ashum dunyoni gullantirganlik bo'ldi. Bu yerda turayotgan har bir balami, har bir yoshmi, har bir o'quvchimi o'zi o'qiyotgan kitobga, o'zi elayotgan qalamga, o'zi o'qiyotgan partiga, o'zi o'tirayotgan o'rindiqqa vujudini berib, uning bilan bir tan, bir ustixon bo'lib o'rgangan vaqtda bularmi dunyoni gullantirgan bo'ldi. Şuna mush fursatdan foydalanib har bir odam deydiganim meningchimi dunyoni gullantirish uchun kurash qilmagan, tirishmagan hech qanday erni ham ayolni biz aramas deb qaraymiz. Rahmat. Rahmat ustoz. Xo'sh, amaliyotda dal mana shunday ahamiyatli faoliyatlar mushu kitob shaydonlari mushu faoliyatida doim degdek ilib berilib turdi ekan. Shunday alim olim. Unda qolsamda men mushu naq maydondagi bir mehmonlarimizdan biraylarni men bir tutib bir ziyorat qilib baqay. Qo'rqayotganinglarni bilma, ammo endi kelmasam amal yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz mana shu kitob shaydonlari mushu faoliyatining doim degdek mushu ishtirokchisimi? Ha. Doim qatnashib tursiz shundaqmi? Vaqtim bo'lsin. Vaqtingiz bo'lsa, unda qolsa siz bugungi mushu Alimalninki mushu kitob shaydonlari faoliyatiga qatnashishda siz avval mushu kitobni o'qib tugatdingizmi, tugatmadingizmi? O'qib baxmadingiz, o'qib baxmay turib Alimalnim keldi ekan degan tilni palaqib yugurib keldingizmi? Demak, unda qolsa bu kitobni texo o'qib baxmadingiz, ammo Alimalning dal mana shunday aktiv energiya taqtidigan, mana shunday faoliyatiga qatnashish uchun o'zingizdan bir aktiv energiya paydo qilish uchun shu faoliyatga qatnashdingiz, shundaqmi? Unda qolsa endi bugun qaytgandan keyin kitobni o'qiysiz qachon? Almatlam. Atila olmaysiz, birdamda kela olasiz. Qachon eshiklab tizib qo'ydingizmi deyman, sotaman deb. 60 tal og'ash kapti. 60 talni sotib qilamsiz, sotamsiz? Ha, sotadi ekan. Pul chiqarib o'ylashga rozimisiz? Ha, rozi. Men shuni kapolatlik bermanki, Alimalning mush kitobini siz pul chiqarib sotib o'ylashga arziydigan kitob. E'lon degan bunda ishlaymiz mana shunday qo'y. Rahmat sizga, rahmat. Albatta, oldi bilan Alimalning dal mana shunday aktiv energiya taqitadigan kishilarimizning doim degidek bizning mana shunday faoliyatlarimizda o'zini aktiv energiyasini, shundaqla o'zida to'plagan shunday tajribalarni so'zlash orqali atrofidagi kishilarga aktiv energiya taqitishini umid qilamiz. Rahmat ma'lum avval sizga. Rahmat. O'qiganlardan, ona qolsa endi mushu kitobni o'qigan savoddoshlardan men bir so'rab baqay. Qaysilar o'qidinglar bu kitobni? O'sha qiz o'qidi sol taraf. Sol tarafdagi qaysi sizmi? Ha. Qani sizdan so'rab baqay. Ismingiz? Gulnur. O'zingiz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men doktorxona ishlayman. Ha, doktorxonada ishlaysiz, shundaqmi? Alimalning mush kitobni butun o'qib tugatdingizmi? O'qib, ashiyan chiqqan bir kechdan o'qib tugatgan. Voy, bir kechdan o'qib tugatdingizmi? Bu nechibat marta hozirgacha o'qib tugatib bo'lamdi? Men ishlaymiz-ku, kechaga chiqqan chog'da shu odatda asosiyatdan kitob o'qiyman. Shu vaqt chiqqan chog'da shunday e'lonlarim pek yaxshi ko'rgandim. Shuning bilan shu kuni uni ustiga men ham narsalarni qarmaydi, qahvarim kitob qizlar chayxonasida emas, shu yana asosiy kitoblarni men o'qigan ekan. Shu vaqtda kitobni o'qigan kunim bilan bir ismini o'qib tugatdim. Unda qolsa, shu bir ismini o'qib tugatish jarayonida sizga ta'sir qilgan qurlar bor deyman-a? Bu kitobni sizsam, men siz aytganman, pek jiq ta'sir qilgan yerlar bor ekan. Shuna asosiyatdan bu kitobning hamma yeri menga ta'sir qildi deb o'ylayman. Hamma yeri sizga ta'sir qildi. Endi sizningki shunday ideyangizda qaysi jihatdan bekrak o'zgarish bo'ldi deb o'ylaysiz? Hesabda bu kitobchi bir xil odamga energiya bergan kitob deb o'ylayman. Ba'zi o'qigan vaqtlarimizda menga eng ta'sir qilgan yerlari qiyinchilik, masalan, eng ta'sir qilgan yerlar asosiyatdan bir qanday ishni boshlaganda izchillik bo'lish kerak degan eng ta'sir qildi. Demak, meningcha shu bugungi bu faoliyatimizga qatnashgan shu kitobni o'qigan odam bo'lsa, o'z oldiga shu tushungan yerlari shundaqla ta'sir qilgan va yakunlagan shu misollar bo'lishi mumkin, shundaqmi? Rahmat sizga. Albatta, rahmat. Albatta, oldi bilan Ali ma'lumga bayatda rahmatimni aytdim. Undan boshqa hamda shu faoliyatga qatnashgan barliq azizlarga rahmatimni bildiraman. Sizlarmi dal mana shunday kitob o'qish orqali o'zimizning universal bilimimizni oshirish orqali o'zimizning atrofidagi ana shu kishilarga ta'sir ko'rsatish orqali o'zimizning gapni cho'ng qilsak, jamiyatimizningki texnik taraqqiy qilishiga shundaqla inoqlikqa to'p qo'shib atgan kishilarimiz bo'lsizlar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, ko'pdan ko'p rahmat.